Birli qazandan chiqadigan dapanji cho'mifini manga o'xshash etib sinab beqinga ta'm tilingiz lam qoldi. Cho'ng kichik amaylar yoqtirib yeydi. Achchiq-chichiq amroq gümilaringlar bo'lsa aytaq qo'yinglar, uyga borganda etib olsin. Yultuz yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izdegan topolmay qolsiz. Avval cho'mifini 15 minut qaynatib pishirib olgandan keyin suvoq suvdan bir o'tkazib yetamiz. Bundaqa vaqtimizda cho'mifinning chaplashib qolishidan ansirmasak bo'ldi, ham yeyishlik ham tirik chiqadi. To'g'ri go'shtni odatdagidan sal kichikroq qilib videoda ko'rsatgan bo'yicha to'g'rab tayyorlab olsanglar bo'ldi. Ko'rib mishak kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Har kuni mushunga o'xshash qulay yem yeyishlik bo'lgan taomlarni etishni o'rgatyapman. Qo'llash ustining inkas rayini g'aqsiz gullarni avatib meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llag'ininglarga rahmat. Qozon muvofiq miqdorda moy qo'yib, bir qo'shiq shakar silib, shakar erib mushalatga yetganda to'q go'shtni silib qizartib olamiz. Ondan keyin zanjibil, so'mpiya silib, cho'ng ustamning dapanji tetitqisidan bir bo'loq silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngliqi va dapanji asam ta'mini rangini yaxshi chiqaramayotma degan xonim qizlarimiz bir ishiltib sinab beqanlar, ta'mi kep ketmaydi. Qozon muvofiq miqdorda suv qo'yib, yangi cho'mifin tetitqisidan bir bo'loq silib etamiz. Hamda bularni bir ishkilashtirib etgandan keyin muvofiq miqdorda tuz silib, oldin pishirib olgan cho'mifin changsayini solamiz. Ondan keyin konfin solamiz. Konfin bekkichik pishidi, baldur savamanglar 3 minut qaynatsak ham pishib ketadi. Hazır 60 xil darsimizni faoliyat qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik so'g'ik say darsikimizni o'nkoy bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran studiya nomeri shu. Eng oxirida qizillas, ko'klas, samsaq silib bir shikilashtirib lam taqsiga olsak bo'ldi. Ta'miga, rangi gap ketmaydigan dapanji cho'mifinimiz tayyor bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsiz mitib sinab beqin.